Ajoyib xushxabar. Munisa Rizayeva farzandini yuzini ko'rsatdi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Shou biznes olamidagi so'nggi yangiliklarni bizning kanalimizda topishingiz mumkin. Bugun seni qo'llarimda tutib, Alloh uchun hech narsa imkonsiz emasligini angladim. Sen mening o'g'lim, Yaratganning menga bergan in'omisan. Mening eng sokin va eng katta baxtimsan. Shuni bilishingni istaymanki, sen uzoq kutilgansan. Sen uchun duolar qilingan. Birinchi nafasing eshitilmasdan oldin ham sevilgansan. Sen qalbimga mangu o'rnashgan nursan. O'g'lim, Allohdan hayoting oson va barakali bo'lishini so'rayman. Har tonging qalb xotirjamligi bilan boshlansin. Har kechang shukrona bilan yakunlansin. Alloh seni doimo darddan, yomonlikdan, bardosh berolmaydigan sinovlardan asrasin. Seni eng yorug' yo'llardan yurgizsin. Senga mehribon, dono, halol inson bo'lishingni tilayman. Qalbing doimo yumshoq, xaraktering esa kuchli bo'lsin. Mehribon, olijanob, jasur, o'ziga ishongan bo'lib ulg'aygin. Hech qachon orzu qilishdan va oldinga intilishdan to'xtamagin. Alloh senga barcha eshiklarni ochsin. Taqdiring yorug' bo'lsin. Hayot yo'ling muhabbat, omad, farovonlik va Yaratganning himoyasiga to'lsin. Sen mening Allohga aytgan shukrlarimsan. Sen mening qalbimsan. Sen mening hayotim mazmunisan. Dunyoga xush kelibsan. Hayoting go'zal bo'lsin o'g'lim, deya Munisa Rizayeva o'z ijtimoiy tarmoqlarida Instagram sahifasida shunday post joylagan va o'z o'g'lini suratlarini ham joylashtirgan. Munisa Rizayevaning o'g'li bugun 1 yoshga to'lganligini nishonlab, muxlislariga uning yuzlarini ko'rsatdi. Biz esa unga uzoq umr tilaymiz. Xayr, salomat bo'ling. Bizni kuzatib borishni unutmang.